1795-yilda chiqarilgan fatvo. Allohning oliy zikrini muborak tutgan holda boshlayman. Islom imomlarining Alloh taolo ulardan rozi bo'lsin, quyidagi masala bo'yicha gaplari nima? Ulamo va ahli ilmlarni xorlash, ularning hurmatini yengil sanash shariatga ko'ra kufr bo'ladimi yoki yo'qmi? Masalan, Zayd ahli ilmlar jumlasidan sanalgan falonchi oxundga ta'zir berish lozim bo'ladigan qabih so'zlar bilan dashnom bersa va haqorat qilgan bo'lsa, masalan, og'zingga deb so'ksa va oxundning yoqasidan tutib urib so'ksa, xor qilsa, shu sabab bilan mazkur Zayd kofir bo'ladimi? Uning xotini unga bir taloqi boyin o'laroq harom bo'ladimi? Shariatda shundaymi yoki yo'qmi? Unga tavba va istig'for aytish va nikohini hamda iymonini yangilab olish lozim bo'ladimi yoki yo'qmi? Agar u tavbadan va istig'for aytishdan hamda iymonini yangilashdan bosh tortadigan bo'lsa, ta'zirga mustahiq bo'ladimi? Shar'i sharifning hokimlari unga urish, hibs qilish, qatl etish kabi jazolarni berishlari joiz bo'ladimi yoki yo'qmi? Agar mazkur oxund iltimos, shikoyat qilsa, mazkur Zaydni juda alamli ta'zir berib qo'yishlari shar'i sharifning hokimlariga lozim bo'ladimi? Ta'zirning eng ko'pi 39 darra bo'ladimi? Shu sababli hokimlarga Allohning ulug' ajrlari bo'ladimi yoki yo'qmi? Shariatda shundaymi yoki yo'qmi? Bayon qilib bersangizlar, savob olasizlar. Fatvo beruvchilar tomonidan bo'ladi deb javob berilgan. Bo'ladi. Uning sababi fiqhiy manbalardan olingan quyidagi iqtiboslardan ma'lum. Mana shu berilgan fatvo bo'ladi degan fatvoni manbalar, fiqhiy manbalari qaysi kitoblardan bu fatvolar olingan? Birinchisi, Hidoyatul Muftin kitobidan. Unda aytilgan, kimki ilmni va ulamolarni xor qilsa, kofir bo'ladi. U ixtiyor qilingan fatvodir. Hidoyatul Muftin. Ikkinchisi, kimki olimni haqorat qilsa, xotini unga harom bo'ladi. Muxtorul Fatovo va Xo'jandi kitobidan. Uchinchisi, demak unga tavba va istig'for lozim bo'ladi, nikohni va iymonni yangilash kerak bo'ladi. Xoniya kitobidan. To'rtinchisi, agar xotindan biri murtad bo'lsa, oralariga ajralish tushgan bo'ladi. Zohir rivoyatda shunday deyilgan. Hazinotul rivoyat